2026-yil 5-may kuni Bog'ot tuman 1-son texnikumida Kasb va mehnat kuni doirasida ochiq eshiklar kuni yuqori saviyada tashkil etildi. Mazkur tadbir tumandagi umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari uchun katta imkoniyat eshiklarini ochdi. Yoshlar texnikumga tashrif buyurib, o'z kelajak kasbini tanlash yo'lida muhim qadam tashladilar. Tadbir boshidanoq mehmonlar iliq kutib olindi va ular uchun texnikum bo'ylab maxsus ekskursiya tashkil etildi. O'quvchilar texnikumning zamonaviy infratuzilmasi, qulay o'quv xonalari hamda yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Ekskursiya davomida bitiruvchilar turli yo'nalishdagi dars jarayonlarini kuzatib, nazariy bilimlar qanday berilayotganiga guvoh bo'ldilar. Ayniqsa, amaliy mashg'ulotlar ularda katta qiziqish uyg'otdi. Men Razak Berdiyevich Bog'ot tumanidagi 1-son texnikumiga tashrif buyurdim. Bugun ochiq eshiklar kunida dars jarayonlari haqida tanishib chiqdik. Mana o'zimga yoqqan avtomobil servisi, bu yerda mashinalarning ajratilgan qismlari va maketlari bor ekan. Bu yer menga yoqdi. Sentyabrda shu yerga o'qishni davom ettirishni niyat qildim. Texnikum ustaxonalarida o'quvchilar tomonidan bajarilgan ishlar namoyish etildi. Alohida e'tiborga molik jihatlardan biri avtomobillar servisi yo'nalishi bo'yicha tashkil etilgan zamonaviy jihozlar ko'rgazmasi bo'ldi. Mehmonlarga avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatishda qo'llaniladigan eng so'nggi rusumdagi asbob-uskunalar, diagnostika qurilmalari va servis texnologiyalari tanishtirildi. Ushbu yo'nalishda tahsil olayotgan o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini amalda namoyish etib, texnika bilan ishlash jarayonlarini bevosita ko'rsatib berdilar. Bu esa tashrif buyurgan yoshlarning qiziqishini yanada oshirdi. Tadbir davomida o'quvchilar, o'qituvchilar hamda texnikum talabalari bilan samimiy suhbat qurib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javob oldilar. Shuningdek, texnikum direktori bilan uchrashuv tashkil etilib, unda ta'lim muassasasining imkoniyatlari, mavjud yo'nalishlar va kelajakdagi istiqbolli rejalari haqida keng ma'lumot oldilar. Bugun 5-may kuni Kasb va mehnat kuni hisoblanadi. Shu munosabat bilan bugun Bog'ot tumani 1-son texnikumiga tashrif buyurdik. Bu yerda ochiq eshiklar kuni o'tkazildi va biz bu yerda o'zimiz uchun juda ko'p ma'lumotlarni yig'dik. Xususan, pishiriq, tikuv sexlarini o'rgatildi va o'zimizni kelajakdagi o'z kasbimizni egallash uchun ko'plab imkoniyatlar va ko'plab maslahatlar berildi. Ochiq eshiklar kuni nafaqat tanishtiruv, balki ilhom bag'ishlovchi tadbirga aylandi. Bu yerda yaratilgan sharoitlar, zamonaviy yondashuv va amaliy bilimlarga berilayotgan e'tibor har bir tashrif buyuruvchida ijobiy taassurot qoldirdi. Bunday tadbirlar yoshlarning kelajak kasbini ongli ravishda tanlashlariga, o'z qiziqish va imkoniyatlarini to'g'ri yo'naltirishlariga xizmat qiladi.